Assalomu aziz vatandoshlar. Mening ismim Mag'firat. Men 2 yil burun 4 avlod ishpiyonlarini to'g'rida so'zlab o'tgan edim. Ko'zni yumib ochqicha 2 yilmi o'tibdi. 2 yildan keyingi bugungi kunda Uyg'ur vatandan Amerikaga kelgan Madina Qurbon bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkinning taxmin ko'p ishpiyonlik ishlarini sizlarga so'zlab o'tishni zarur ko'rdim. Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin, Madinaning kichik qizi, Xitoydan bo'lgan qizi uchtisi Amerikaga kelganiga 10 yillik bo'lib qoldi. Bu uchtisi Amerikaga kelishdan burun vatanki vaqtida Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin ko'pincha vaqtda Madinaning yo'ldoshi Erkinni noma'lum dorilar yoki zaharlar bilan o'shsizlantirib, yotqizib qo'yib, ondan ikkisi uydan kechlar chiqib ketadi. Mana shunday usullar bilan Madina to'y qilgan 20 necha yil yoqi yo'ldoshi bilan tuzuk bir uyda turib boqqani yo'q. Bu 20 necha yil yo'ldoshini o'shsizlantirib, ondan naga berib, nemish qilib, kechalari nada turg'ini hech kimning bilgani yo'q. Hatto bir qitim Madina yo'ldoshini zaharlantirib o'ldirishni o'ylagan. Ammo yo'ldoshi o'lgandan keyin yo'ldoshining har oyligini ola olmaydiganligini bilib, bu ishdan qo'l o'zgan. Shuning bilan 10 yildan burun Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin Amerikaga kelgan edi. Bular Amerikaga kelishdan 2-3 oy burun Madina menga telefonda o'zining Amerikaga kelgandan keyin Xitoy konsulxonasiga ishlaydiganini aytdi. Shu vaqtda men xafa bo'lib, bunda xiyolda bo'lmasligini aytdim. Mening shu 10 yil burungi telefon tariximni tekshirsa, Madinaning shu gapi chiqdi. Biz hammamiz bilamiz, Amerikada Xitoyning shpionlari bor. Buning ichida Fang degan bir Xitoy ayol jasus Amerika tarafidan bayqalib, FBI tarafidan pash qilingan chaqda bu Fang degan Xitoy shpion Amerikadan qochib ketgan. Shu Fang degan Xitoy qochib ketgan dal shu yili Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin Amerikaga keldi. Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkinning bu 10 yilgi ishpiyonlik faoliyatlarining ko'pinchisi Fang degan Xitoyning ishpiyonlik faoliyatlariga o'xshash. Ya'ni har xil usullar bilan Amerikaning kelgusida ko'zga ko'rinadigan amerikalik siyosiy shunoslarni nishon qilish, Amerika saylan faoliyatlariga qatnashish, hem Amerika tashkilot organlariga ishlab, ularning orqasida bo'lish, hem bundan ortiq ishlari. Torlarda Fangning qilmishlarini izlasanglar, shu Yelina bilan Farizaning Madina ikkisining qilgan ishlariga o'xshash chiqdi. Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin Amerikaga kelishdan burun ular o'zlarining ikki uyining birisini $60,000 setib, Amerikaga $60,000 bilan kelgan. Amerikaga kelishi bilanla mening New Jersey'dagi uyimda 4 oy turgan. Shu 4 oyning ichida bu uchaylan $60,000ning hammasini pak-pakkiz xarjlab bo'lgan. Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin $60,000ni xarjlab bo'lib, yana New Yorkda uy olamiz deb uylarga qarab yurgan. New York degan dunyodagi eng qimmat shaharning biri. Keyin ular Virginiyaga kelib, Reston rayonidagi qimmat uylardan hech ikkilanmay uy ijara olib o'tirdi. Shu vaqtda men Madinadan so'radim. Sizlar bu $2-3,000 oylik ijarani qanday to'laysizlar? Sizlarga nereden pul keladi? Sizlar Amerikaga nima qilg'ili keldinglar? Sizlarda necha kompyuter bor? Mush savollarni so'radim. Madina savollarimga javob bermadi. Shuning bilan bularning chatoqligini bilib, 10 yil burun o'zimni ulardan jiroq tutib, butun aloqamni uzdim. Shu 10 yil burun Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin Virginiyaga kelibla, kunda to'xtamay Roshan Abbas xonimning gapini qilishgan. Paranlari night tafsili uchurlar bilan qachon, qayerda, kimlar. Keyin necha yil o'tgandan keyin bilishimcha, bu ikkilan birinchi bo'lib Roshan Abbas xonimning kompyuter telefonlaridagi butun uchurlarni o'g'irlab ekan. Madina bilan Yelina Erkin, ya'ni Fariza Erkin qancha Uyg'urlarning uchurlarini o'g'irlaganligini buni aniqlab chiqish kerak.
Bir mezgillarda men Madinaning Walmartda ishlayotganini bilib qoldim. Shuning bilan men bekla hayron qildim. Chunki bularning qimmat rayonida turib, nihoyatda boy turmush kechirish ahvolida bu Walmartda ishlab topgan pul bularga hechnim yetmaydi. Shu hayronlik bilan men so'radim. Bu Madina nima sabab bilan Walmartda ishlayotdi? Menga berilgan javob bo'lsa, Madina shu vaqtda Walmartdan pul o'g'irlash uchun Walmartga kirib ishlabdi ekan. Bir qitim men Madinaning qo'lida 10 necha 20 ga yaqin qora telefonlarni ko'rdim. Bu telefonlarning hammasi qo'l telefonlar yangi kashf qilingan vaqtdagi uzoq yillar burungi ko'ni tipdagi qora telefonlar edi. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkin ikkisi bu 20 da telefonlarda kimlar bilan nemish to'g'riliq qaysi vaqtida maxfiy so'zlashganligini aniqlab chiqish kerak. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkinning Amerikaga kelishi bilanla normal bo'lmagan turmush ahvoli ham Yelenaning shaxsiy maktabda o'qishi chet elga Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'ab, keyin bularning shpionlik qilayotganini bilganlar bor. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Farizaning shpionligini bilgan ham biladiganlar chuqur ma'lum qilinglar. Bu hammamizning burchisi. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkin vatandagi vaqtida kashlari boshqa joylarda turgan. Amerikaga kelgan yoqi yanala kashlari yushurincha boshqa joyda turdi. Bularning maxfiy turar joyining nariligini aniqlab chiqish kerak. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkin o'zining shpionlik qilmishlarining oshkorlanib qilishidan bak ansirgan. Shundaqdimi bularning josuslik ishlarini bilganlar ko'p. Bular Amerikaga keliblar 2 yildan keyin bir oyning ichida uda 3 qitim mashina so'qqan. Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkinning deyishicha boshqalar bularni qasddan so'qqan. Undaqda kim so'qdi? Bulardan bezor bo'lib seskinib ketgan Xitoylar o'zi so'qdimi? Yoki qonlari begunohlarning qonlari bo'yilib ketgan Uyg'urlar so'qdimi? Yoki bo'lsa sodda döt deb qaragan Amerikaliklar so'qdimi? Shunisi aniqki, bu ikki shpionning o'zining qilmishi sababidan har kuni dak-tukida. Xitoy hukumati Uyg'urlarni tut, har lagerlarga million Uyg'urlarni sulab qilgan shu vaqtlarda Madina bilan Yelena Yerkin, ya'ni Fariza Erkin eng oldirash shpionlik qilgan vaqtlari. Shu vaqtlarda Amina Mamatajim Amerikaga kelgan. Amina Mamatajim bu ikkilan bilan udan necha yil maxfiy yushurincha ko'rishib yurdi. Uyg'urlar bilib qolmasin deb. Bir qitim ko'rishdan vaqtda Virginiyaning Fairfax shahrida ko'rishmoqchi bo'lgan, yushurincha. Shuning bilan Madina o'zining mashinasini haydamay taksiga o'tirib Fairfaxga kelib, ko'rishmoqchi bo'lgan vaqtda Amina Mamatajim kelsa, taksidan tushmagan. Bir soat taksida o'tirib, butun atrofni bir soat kuzatib, ondan taksidan tushib Amina Mamatajim bilan ko'rishgan. Men so'zlab o'tgandek Amina Mamatajim bilan Madina Yelena Yerkin uchisi yushurin uzoq yil ko'rishib yurgan. Shuning bilan Amina Mamatajim dastlabda Beyjingga qaytmoqchi bo'lgan. Keyin tuyuqsizlar Houston berib 1 yil turgan. Bu 1 yil jarayonida Madina ham Yelena Yerkin yushurincha Amina Mamatajim bilan ko'rishgan. Shu vaqtlarda bular Houstondagi Xitoy konsulxonasi bilan aloqa qilgan. Bularning nima to'g'riliq aloqa qilganini buni aniqlab chiqish kerak. 90-yillarda Amina Mamatajim Dönkörik bozorining uduldan bir oshxona ochgan. Shu 90-yillarda bir kuni to'yiqsiz bir namoyishlar chiqib bir cho'ng ish bo'lgan. Shu namoyish bo'lgan kuni Urumchidagi hamma yerlar taqilib, butun xalq uylariga ketgan. Lekin Urumchida ko'chalarda hech kim yo'q, hamma yerlar taqilib ketgan shu kunda bir Amina Mamatajim bilan Madina ikkisi Amina Mamatajimning oshxonasidan yeyishni bordi. Shu kuni bir top Xitoylar kiryotdi, chiqyotdi, ishik ichiryotdi, Xitoylar kiryotdi, ishik yipilyotdi, Xitoylar chiqyotdi. Bu Dönkörekdagi natki Xitoylar o'kin. Buni hammamiz bilamiz.
Bütün şehirde hech kim yo'q bulardan boshqa. Shu ish chiqqan kuni qanchalik Uyg'urlar tutilganini buni aniqlab chiqish kerak.